Turonlik malikalar Xitoy imperatorlariga turmushga chiqqanini bilarmidingiz? Miloddan avvalgi 1-asrda Xitoy saroyidagi yozuvlarda Vusun malikasi degan nom tilga olinadi. Bu malika hozirgi Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston oralig'ida yashagan turkiy elat vakilasi edi. Xitoy imperatori o'zining siyosiy ittifoqi uchun unga turmushga chiqishni taklif qiladi. Bu taklifni qabul qilgan Turon malikasi Xitoy saroyiga boradi. Lekin yozuvlarda yozilishicha, u o'z yurti va madaniyatiga sodiq qolgan. Hatto saroyda turkcha urf-odatlar, kiyimlar va oshxona joriy etilgan. Ular dunyo tarixidagi eng ilgari qayd etilgan xalqaro nikoh diplomatiyasi namunalaridan birini yaratishgan va bu malika haqida yozuvlar Xitoyning qadimiy Shiji va Hanshu yilnamelarida hanuzgacha saqlanib qolgan. Qiziq tomoni, 2020-yillarda Xitoyning Shanxay viloyatidan topilgan qadimgi ayol suyaklari DNKsi tahlil qilinganda, ularning genetikasi Markaziy Osiyolik ayolga mos kelgani aniqlangan. Ya'ni bizning o'zbek zaminidan chiqqan ayollar Xitoy tarixiga ham iz qoldirgan.